AI hayotingizni o'zgartirib yuboradi. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun men sizlarga top 3 kundalik hayot uchun foydali bo'lgan sun'iy intellektlar haqida gapirib beraman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi sun'iy intellekt bu ChatGPT. ChatGPT sizga matn yozish, kodlar yozish va hattoki uyga vazifangizni qilishda ham yordam bera oladi. U siz bilan turli xil tillarda muloqot qila oladi. Ikkinchi sun'iy intellekt bu Midjourney. Siz xayolingizda o'ylagan tasvirlarni matn orqali ifodalaysiz. Sun'iy intellekt esa sizga ajoyib tasvirlar yaratib beradi. Sinab ko'ring. Va albatta, uchinchi sun'iy intellekt bu Runway. Runway sizga oddiy surat va matn orqali ajoyib videolar yaratib bera oladi va kuchli animatsiyalar yaratib bera oladi. Aytgancha Runway'ni pulli va bepul versiyalari bor. Sinab ko'ring. Do'stlar, bugun biz sizlarga aytib o'tgan sun'iy intellektlardan foydalanib ko'ring. Agarda foydalanib ko'rgan bo'lsangiz, ular haqidagi fikr-mulohazalarni kommentlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun qiziq. Ha, albatta, videoga like bosishni unutmang.